hokimlar yoki kengash qarori bilan o'rnatilganlar borda belgilanadi. Shunga bo'lmasa qaysi kun shuni qilsak bo'ladi? O'sha kun sessiyamiz shanba kunmi, juma kunmi bir mana deputatlarimiz ham qo'shilamiz, ichki ishlardan ham o'sha yerdan ham odam olamiz. Siz birgalikda o'rgansak. Nima deysizlar? To'g'ri. Sessiyagacha o'rganish kerak. Huquqiy asosini o'rganib beramiz. Faqat sizdan iltimos bilan shu yo'ldan yo'l harakati xavfsizligidan shaharda nechta yo'l belgi qo'yilgan, qanaqa toifada 327mi, boshqami shularni ro'yxatini olishimiz kerak-da. Olsangiz, olib bersangiz biz o'shani tahlil qilib bo'yatganda tuman hokimining vakolatidagi yo'l belgilar bor. Viloyat hokimligi yoki boshqa vakolat tashkiloti vakolatidagi yo'l belgilar bor-da. Biz doimo yo'lda yuramiz, avtomashinada kerak bo'lsa ichki ko'chalarda ham yo'l belgilab qo'yib ketilgan-da. U masalan to'xtash mumkin bo'lmagan yoki boshqa shunga o'xshagan belgilar qo'yilgan. Shunday keyin o'sha yo'l belgilarini ayrimlarini endi hozir oqibat olib keladigan ko'p nimalar bo'lib qolishi mumkin. Yo'l belgilarining tag qarori yo'q. Ular yo'l belgini qo'ygan. Hokimning qarori bilan chiqish kerak. Lekin yo'l belgi qo'yilganda hokimning qarori chiqmagan. Unga nisbatan fuqarolar jarima qo'llanilgan. Jarima to'lagan. Agar hozir biz uni ertaga ko'rsakda mana hokimning qarori chiqmagan, qolib ketgan. Ertaga jarimadan qolmayib qolamiz. Shu holatlarni o'rganib yo qarorini chiqartirishimiz kerak, yo mumkin bo'lmagan joydan oldirishimiz kerak. Shunday bo'lib, shu qonunni olib bersangiz, biz o'rganib beramiz huquqiy asosini. Bo'lmasa ko'p belgilar qo'yilib ketadi, lekin huquqiy asosi yo'q. Bir joyda avtoavariya bo'lsa, qachonki avtoavariya bo'lsa, bir to'qnashuv bo'lsa, belgi qo'yiladi, kamera qo'yiladi. Uni asosi bormi yo'qmi? Qo'yiladi. Ertaga aytganingizda jarima yoziladi, masalan, to'xtab turish mumkin bo'lmagan, to'xtash mumkin bo'lgan holatlarda. Lekin huquqiy asos bo'lmasa, qaror bo'lmasa, jarima yozilganiga haqli ertaga axborot vosita ijtimoiy tarmoqlar haqli e'tirozga sabab bo'ladi. Shunday. Murojaatlar ko'payishi sabab bo'ladi. Shunday bo'lmasa shanba kun sostavda yig'ilib